представление бойцов. Первое синий угол, Кокбурчак. Бойцу 32. Его рост 1,82 сантиметра, вес 80 килограммов ровно. Он кандидат мастера спорта по самбо, кандидат мастера спорта по ММА. Его профессиональный рекорд идеальный 5-0. Бечтаджан, Бечтагава представляет бойцовский клуб «Город Кизляр», Дагестан. Магомед Хабиб Hamyurtimizning yoshi 26da. Boyu 181 santimetr, vazmi 80 kilogramm. Он мастер спорта по ММА, действующий чемпион лиги UAE Warrior, xalqaro toifadagi sport ustasi, belbog'li kurash bo'yicha jahon чемпиона. Rekordi 12 ta jang, 12 ta g'alaba. Представляющий Nur TK MMA O'zbekiston, Asaka Andijon. Voy, Qo'tabek Boynazarov. No contact, crazy for that. Every number like cause you doing you crazy. There's no way the human mind can be handling this while you in your bed. Yoki testdan o'tishi mumkin yoki mana o'zining belbog'li kurashini ko'rsatib qo'ydi mana do'stlar. birinchi urinishdayoq tegdan amalga oshyapti. Ha do'stlar, mana bunday vaziyatda ajoyib foydalanadi Xotan Boynazarov. Jalarni ushlamaslikni aytdi referi. Nazoratni amalga oshirishga harakat qilyapti Xotanbek. Biroz qiyin bo'lyapti albatta. Yana bir takedownga harakat qilib ko'radi. Ketdi albatta Ramazonov. Xotanbek Boynazarov Hamza Chimayevning sparring partneri hisoblanadi. Buni ham eslatib o'tamiz. Kerakli o'sha mashg'ulot jadallariga aynan Xotanbekni Hamza Chimayev taklif etadi. Qiyin holatga tushiryapti raqibini Xotanbek. Zarbalar kerak, mana shunday zarbalar. Bo'g'ishning imkoni bo'lmayaptimi? Zarbalar yo'llayverish kerak. Do'stlar, davom etmoqda ketma-ket zarbalar bilan Boynazarov so'nggi 10 soniya biroz vaqt yetmayapti-da. Referi ham o'zi aktivlik so'radi raqibdan. Bo'lmasa jangga qo'shilaman dedi. Va shu tariqa Takroriy lavhalar namoyish etishadi. Boshida zarbalar ham o'tdi yetarlicha. Xotan Boynazarovning ushbu jangga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bir qator belbog'li kurash vakillari ham yaqindan yordam berdi. Jumladan o'sha jahon chempioni Husniddin Ro'ziyev. Yuqoridagi fikrimni tugallab qolaman. Boynazarovlar polvonlar sulolasi sanaladi. Ukasi Odilbek Boynazarov ko'pkari, ya'ni uloqchi, otasi ham Ne'mat polvon, yanglishmasam agar. Mana shu zarbalar. Pozitsiyani yaxshilashga Kimurami? Xotanbek va Kimura olmoqda va jang o'z poyoniga yetyapti do'stlar. Ajoyib g'alaba. Xotanbek Boynazarov muddatidan oldin
Timura bilan jangni o'z yakuniga yetkazyapti. Do'stlar, albatta ushbu ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz barchani. Eng qizig'i, raqib taslim bo'lish belgisini bermagan ekan va norozi bo'ldi referidan hozir jangga to'xtatgani uchun. Referi esa menimcha qulog'iga men seni sog'ligingni o'yladim deb qo'ygan bo'lsa ajab emas. Do'stlar, mana takroriy lavha. Kuzatamiz. Qani? Mana Timuraga o'tib ketayotgan bir palla. Timura Mana baqirgan ekan. baqirgan, lekin mana norozilik bildirgan, hozir ko'rasiz. Taslim bo'lmagani uchun, aynan taslim bo'lish belgisini bermagani uchun norozi ekanligini aytgan. Lekin o'zi baqirish ham mumkin emas, o'zi aslida. Referi istalgan vaqtda jangni to'xtatishi mumkin. Nima bo'lganda ham 13-chi g'alabali, 13-chisi yana bir mag'lubiyatsiz jangchi ustidan bo'ldi. Bu albatta oddiy g'alabadan ko'ra injamnom yaxshiroq. Feruz Usmonov Markaziy jang g'olibi, победитель главного боя вечера. O'zbekiston Andijon Qulunbek Rasmiy e'lonni ham eshitib oldik. Otabek Boynazarov asosiy jang g'olibi. mana raqib murabbiylariga o'z minnatdorchiligini bildiryapti. Ham Boynazar. Mana undan eshitamiz. Otabek Boynazarov jang zo'r o'tdi. Hissiyotlaringiz. Assalomu alaykum O'zbekiston. Alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Robbim shunaqa chiroyli g'alabalar berganidan Allohga hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah. Birinchi o'rinda sportga sharoit yaratib berayotgan muhtaram prezidentimizga rahmat. Otajon, onajon, o'g'lingiz har doimgidek mana yutdi. Bu hamma sizlar duoinglar bilan. Alhamdulillah, Allohga shukr. Ligani tashkil qilgan Jasur aka. Jasur akaga rahmat. O'zbekistonni shunaqa chiroyli ligani tashkil qilganing uchun. Xudo xolasa bu ligani UFC o'yiniga yopishamiz inshaalloh. Rahmat hammaga. Mana Andijon viloyat hokimimiz Shuhratbek Qo'shanboyevich yana o'g'lingiz mana g'alaba qozondi. Otabek Boynazarov. Demak, do'stlar, Mangu ligasining ilk turniri ajoyib tarzda o'tdi. To'g'rimi do'stlar? Bir-biridan qiziqarli janglar, bir-biridan shiddatli o'tgan qarama-qarshiliklar va yakun chiroyli bo'ldi. Yakundan haqiqat barchaga manzur bo'ldi. Albatta, Jasur Alijonov boshchiligidagi jamoaga ushbu turnirni tashkil etganligi uchun, ushbu ligani ajoyib tarzda o'tkazganligi uchun ilk turnirini o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Barcha tashkilotchilarga katta rahmat va Mangu ligasining ikkinchi turniri ham bundan-da qiziqarliroq bo'lishi aniq do'stlar. Demak, do'stlar, Mangu oqshomi mana shunday tarixni yozib birinchi kartini yakunlayapti. Mikrofonlar qarshisida Esmat Rahmatbek va Shohruh Abduvakirov bo'ldi. Xato va kamchiliklar uchun o'z uzrimizni bildiramiz. Menimcha janglar